insonni yashashga undaydigan narsa bu umid. Esizdami? Homilador bo'lmagan paytlarimda shu gaplarni o'zingiz menga aytgandingiz. Mana, Xudoga shukr, Alloh berdi-ku. Siz borib, biroz damingizni oling. Men ovqatga urinaman. Voy oyijon, bu nima deganingiz? Ovqatni o'zim qilaman. Yo'q qizim. Siz bugun charchadingiz. Nabiram ham charchadi. Borib dam oling. Rahmat oyijon. Keling uydamilar? Ha, uydalar. Ularga aytmaganmidingiz? Aytganim yo'q. Oyingiz kelmadilarmi? Yo'q. Kelganlar yo'q. Ichkariga kiraylik. Keling. Sigaretingiz bormi? Siz chakmassiz sigaret. Endi chekmoqchiman, bormi yo'qmi? Uzr, yo'q edi. Jin ursin. Saidani siz olib keldingizmi? Yo'q, chiqib ketayotganimda darvozani oldida ko'rishib qoldim. Oyijon, iltimosimga tegmayman. Juda yomon yigit ekan desam, tegasan deb turib oldilar. Oying nega unga tegishini xohlayapti? Chunki u boy oiladan. Ota-onasi katta joyda ishlaydi.